Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan butun olam tortishish qonuni mavzusini o'rganamiz. Bu mavzuni 3 ta rejaga bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi rejamiz qonunning mazmuni, ta'rifi, mohiyati va fizikaviy tushuntirishlar orqali ko'rib o'tamiz. Ikkinchisi esa formula va kattaliklar, matematik ifoda va misollar orqali ko'rib o'tamiz. Uchinchisi esa hayotiy qo'llanilishi, sayyoralar, yo'ldoshlar va kundalik hayotda ko'rib o'tamiz. Qonunning mazmuni: olamdagi har qanday ikki jism bir-birini tortadi. Ya'ni tortishish kuchi bunda jismlarning massasiga, jismlar orasidagi masofaga bog'liq. Nyuton buni qanday kashf etdi deganimizda, olma tushishini kuzatdi va sayyoralar harakatini o'rgandi. Tortishish kuchi nima deyilganda, ya'ni yer olma ustiga tortish kuchini ta'sir qiladi. Shuning uchun olma pastga tushadi. Oy harakati: yer oyni o'ziga tortadi. Bu kuch oyni orbitida tutib turadi. Sayyoralarda esa Quyosh o'zining ulkan massasi bilan barcha sayyoralarni tortadi. Yer bizni tortadi. Shuning uchun biz yerda turamiz va hech qachon uchib ketmaymiz. Massa va masofaga bog'liqligini ko'rib o'tadigan bo'lsak, massa katta bo'lsa, tortishish kuchi katta bo'ladi. Massa kichik bo'lsa, tortishish kuchi kichik bo'ladi. Bunga misol, yuk mashinasi kichik toshdan kuchliroq tortadi, chunki uning massasi katta. Masofa ortsa, tortishish kuchi kamayadi. Masofa 2x ortsa, ya'ni 2 marta ortsa, kuch 4 marta kamayadi. Bunga misol esa yer oyni, ammo undan uzoqroqdagi jismlarni kamroq tortadi. Ikkinchi rejamizda esa o'sha formula va kattaliklarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, ya'ni F teng G ko'paygan M1 ko'paygan M2 taqsim R kvadrat, ya'ni gravitatsion tortishish qonunining matematik ifodasi hisoblanadi bu. Formuladagi kattaliklarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bunda F tortishish kuchi birligi Nyuton, G gravitatsion doimiysi, buning qiymati 6,67 ko'paygan 10 darajasi minus 10 ga teng. M1 birinchi jism massasi, buning birligi kilogramm. M2 esa ikkinchi jism massasi, buning ham birligi kilogramm. R jismlar orasidagi masofa, birligi metr hisoblanadi. Gravitatsion doimiysi ning qiymati, ya'ni bu 6,67 ko'paygan 10 darajasi minus 11 ga teng. Ya'ni bu Henry Cavendish tomonidan 1798-yilda o'lchangan. G juda kichik son. Bu oddiy jismlar orasidagi tortishish sezilmas darajada kichik ekanligini anglatadi. Faqat Yer, Oy, Quyosh kabi juda katta massali jismlarda tortishish sezilarli bo'ladi. G universal doimiy, u olamning istalgan nuqtasida bir xil qiymatga ega. Bunga masala ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizga M1 massasi 2 kg va M2 massasi 3 kg bo'lgan ikkita jism va ular orasidagi R masofamiz 1 metr berilgan bo'lsin. Ya'ni bunda o'sha kuchni topadigan bo'lsak, umumiy formulaga qo'yamiz. Ya'ni bunda o'sha umumiy formulaga qiymatlarni qo'yganimizda umumiy natijamiz 4,2 ko'paygan 10 darajasi minus 10 Nyuton ekanligi kelib chiqadi. Bunga hayotiy misollar va qo'llanishlarni ko'rib o'tamiz. Hayotiy misollar: jismlarning yerga tushishi. Olma daraxtdan pastga tushadi, chunki yer uni o'ziga tortadi. Bu gravitatsiya kuchidir. Nyuton aynan mana shu hodisani kuzatib, qonunni kashf etdi. Yer massasi juda katta bo'lgani uchun barcha jismlar o'ziga tortadi. Oyning yer atrofida aylanishi. Oy o'sha yerning tortishish kuchi sababli yer atrofida aylanadi. Agar tortishish bo'lmaganida Oy to'g'ri chiziqda fazaga uchib ketardi. Tortishish va Oyning aylanma harakati muvozanatda bo'lgani uchun Oy orbitada turadi. Sayyoralarning Quyosh atrofida aylanishi. Quyosh
o'zining ulkan massasi bilan Yer, Mars, Yupiter va boshqa barcha sayyoralarni tortadi. Shu sababli sayyoralar Quyosh atrofida ellips shaklida aylanadi. Nyuton qonuni Kepler qonunlarini matematik jihatdan isbotlaydi. Sun'iy yo'ldoshlar harakati, ya'ni GPS, meteorologik va aloqa yo'ldoshlari Yer tortishishi hisobiga orbitada turadi. Muhandislar tortishish qonunidan foydalanib, yo'ldoshlarning orbitasining tezligini va balandligini aniq hisoblaydilar. Bu zamonaviy texnologiyaning asosi hisoblanadi. Ya'ni o'sha F teng G ko'paygan M1 ko'paygan M2 taqsim R kvadrat. Ya'ni bu barcha jismlar o'zaro tortiladi, kichikdan ulkangacha. Tortishish massa ortsa ortadi, masofa ortsa kamayadi. Sayyoralar va yo'ldoshlar harakatini tushuntiradi. Fizikaning eng muhim qonunlaridan biri o'sha Nyuton merosi hisoblanadi. O'sha Isaac Nyutonning qarash bo'yicha olam tortishishsiz mavjud bo'lolmaydi deb o'tgan. Bugungi mavzuimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.